Sahabiler izledin çaknigan izzat nuri Ötkeni sıkın idin hak İslam'ın tübuli Başakmaz kafirga şiddet bilen atseli Hamza Halid Musab'tek şir yürek oğlanları Vahşi İbn Harb Vahşi kishilar ichida payg'ambar alayhissalomdan qolsala eng yaxshi bo'lgan odamni o'ldirgan, shundoqla kishilardan eng eski odamni o'ldirgan kishidir. Tarixchilar Uhud urushida payg'ambar alayhissalomning tog'asi Hamza ibn Abdul Muttallibni o'ldirib, payg'ambar alayhissalomning dilini xun qilgan bo'lsa, Yamama urushida Musaylima kazzobni o'ldirib, musulmonlarning diliga malham bo'lgan bu kishi kim? Bu kishi dal Abu Dasama deb atalgan Vahşi ibn Harbil Habshi deb atalgan kishidir. Ajoyib ichinarliq bir kechirmishi bor. U achchiq kashmish hikoyasini o'z tilidan shundoq bayon qildi. Men Quraysh kattalarining biri bo'lgan Jubayr ibn Mut'imning quli edim. Xo'jayinimning tog'asi Tuayma Badr kuni Hamza ibn Abdul Muttallibning qulida o'ldirilgan bo'lib, Xo'jayinim buning uchun nihoyatda bek qayg'urdi. Ham tog'asining qisosini olish uchun qotilni o'ldirishga butlari Lat, Uzza bilan qasam qildi. U Hamzani o'ldirishga fursat kutishga boshladi. Oradan uzoq o'tmay Qurayshliklar Muhammad alayhissalomni yo'qotish, Badrda o'ldirilganlarning qisosini olish uchun qo'shin to'plab, puxta tayyorlanib, qo'shinning qo'mondonligini Abu Sufyonga topshirdi. Abu Sufyan qo'shindagilarni urushga qiziqtirish va ularning jangda chekinib ketishining oldini olish uchun Badrda dadilari va boshqa urug' tuqqanlari o'ldirilgan nasabi esil ayollardan bir qanchani urushga birga ilib olishni qaror qildi. Abu Sufyanning ayoli Hind birga chiqqan shu ayollar bilan birga mangdi. Badr kuni Hindining dadisi va bir tuqqan qarindishi o'ldirilgan edi. Qo'shin safarga otlanishining oldida xo'jayinim Jubayr menga: "Ey Abu Dasama, sen qulluqdan qutulishni xohlamsan?" deb so'radi. "Meni kim ozod qildi?" deb so'radim. "Men" deb javob berdi u. Men yana "Qanday shart bilan?" deb so'radim. "Tog'amning qisosi uchun Muhammadning tog'asi Hamzani o'ldirsang" deb javob berdi. Men "Buningga kim kepil bo'ldi?" deb so'radim. U "Kimni kepillikka tanlasang tanla. Men kishilarning hammasini uning uchun guvoh qilaman" deb javob berdi. "Ma'qul" dedim men. Men asli Habashtonlik bo'lib, nayza etishga usta edim. Atqan har bir nayzam nishondan hargiz xato ketmaydi. Men nayzamni ilib, qo'shin bilan birga yo'lga chiqdim. Men qo'shinning orqasida ayollarga yaqin orliqda mangdim. Mening urushga chiqishda ozod bo'lishdan boshqa hech qanday g'arazim yo'q edi. Safar ustida ketayotganimizda men har qitim Hindi bilan yondashib mengib yoki uchrashib qolganimizda u qo'limdagi quyosh nurida yaltirab turgan nayzamga qarab menga: "Ey Abu Dasama, o'zingizmi va bizgimi uchun og'risin" deydi. Biz Uhudga yetib berib, ikki taraf uchrashganda jang maydonida Hamza ibn Abdul Muttallibni topdim. Men uni buruli tunuydim. Malla emas, uni hamma kishi tunuydi. Chunki u arab botirlarining nochilari qildigandek hamisha beshiga to'gi qushining piyini qistirib oladi. U sap o'tirsida kulrang otga mingan holda paydo bo'ldi. U uchirganni qilich bilan chepib ilgirlayotdi. Uningga hech kim tang kelolmaydi. Men tosh va daraxtlik bir yerda o'zimni daldiga olg'ash, uning yiqilishini kutib turdim. Dal men uni nishon olgan vaqtimda Qurayshlar ichidan Siba ibn Abdul Uzza deb atildigan birimi ot ustida varqirgan peti yetib kelib: "Ey Hamza, men bilan ilish" deb uningga maydon o'qidi. "Ey mushrikning kuchiki, kelmamsan, qani oldimga kel" debla Hamza uning bilan ilishib,
uni bir qilish bilanla chepib tashladi. Men bu chaqda Hamzani nishonga ilish uchun o'zim tanlagan muvofiq bir yerda turdimda, nishonimga ishonch qilgan hamon nayzini uningga qaratib otdim. Atgan nayzam Hamzaning qo'risqining tuvan tarafidan kirib, ikki putining orasidan chiqdi. U oldiga qarab 2-3 qadam chamdabla yiqildi. Men toki uning o'lganligiga aniq jazm qilganiga qadar nayzamni uning jasadidan chiqarmay saqlab turdim. Shuningdan keyin men chidirga qaytib o'ltirdim. Mening buningdan boshqa qiladigan hech bir ishim yo'q edi. Men uni faqat hurlikka erishish uchunla o'ltirgan edim. Urush toza qizib, bara-bara o'lganlar va qashqalar ko'paydi. Mag'lubiyat bo'lsa, Muhammadning qo'shiniga yuzlandi. Ularning ishidimi o'lganlar ko'payishga boshladi. Bir chaqda Utbaning qizi Hindi o'lganlarning qishig'i keldi. Uning orqasida bir muncha ayollarmi bo'lib, ular o'liklarning jasadlarini yerishqa, ko'zlarini o'yishqa, burunlarini, qo'rsaqlarini kesishga boshladi. Ular o'liklarning quloqlarini bulabga va halqa qilib bo'yinlariga esilishdi. Endi o'zi kesib olgan qimmatli halqalarni menga sunib, "Ey Abu Dasama, buni ol. Bu ikkisi sening. Buni saqlab qo'y. Bular qimmatlikdir," dedi. Urush oxirlashganda men qo'shin bilan birlikda Makkaga qaytdim. Jubayr menga qilgan va'dasi turib, meni ozod qilaverdi. Men hur bo'ldim. Lekin vaqtning o'tishi bilan Muhammadning ishi bargan sari rivoj tepib, musulmonlarning soni kun sari ko'payishga boshladi. Uning ishlari rivojlangan sari mening g'am andishammo eshib bordi. Meningda bir xil qo'rqinish tuyg'usi bosh ko'tarib turardi. Men toki Muhammadning qo'shini Makkani fath qilganiga qadar shu holatda yashadim. Makka fath qilinganda men bexatarlik izlab Toifga bordim. Lekin bu yerdagi kishilarmo islomga moyil bo'lib, Muhammad bilan uchrashish uchun elchilar qo'shini tayyorladi. Bu kengir ketgan zamin menga tar to'yilib, g'amim ortib, borarga yer topolmay qoldim. Nega boray? Yamangami yoki Shamgami? Uningdan boshqa yerlargami berishni o'yladim. Beshim toza ketib turganda yaxshi niyatli bir kishi menga chaqirtib, "Ey vahshi, voy sana, Muhammad alayhissalom o'zining diniga kirgan, haq so'zni aytgan kishini o'ldirmaydi," dedi. Men uning bu so'zini anglab, Muhammadni izlab Madinaga bordim. U yerga yetib borgandan keyin uni surishtirib, uning masjidda ekanligini bilgandan keyin ehtiyotchanlik bilan mengib masjidga kirib, ta uning oldi tarafiga kelib, "Bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning bandisi va elchisi" deb guvohlik beraman, dedim. Payg'ambar alayhissalom bu shahodatni anglab, ko'zini menga yo'tkidi va meni tunigandan keyin ko'zini mendan ilib qochib, "Sen vahshiymi?" dedi. Shundoq, "Ey Allohning payg'ambari," dedim. "Qani o'ltir. Sen menga Hamzani qanday o'ldirganligingni so'zlab ber." Men o'ltirib bo'lib, o'tgan ishlarni bir-birlab so'zlab berdim. So'zim oxirlashganda payg'ambar alayhissalom mendan yuzini o'rib, "Sening holingga voy. Sen bundan keyin menga ko'rinma," dedi. Shu kundan beri men payg'ambar alayhissalomning ko'rib qilishidan o'zimni elib qochadigan, sahobalarning hammasi payg'ambar alayhissalomning oldida o'ltirsa, men uning orqasida o'ltiradigan bo'ldim. Men ta payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganiga qadar shu holatda yashab keldim. Men islomga kirguchining burunqi gunohlarining yuvilib ketadiganligini bilsammi, lekin mening musulmonlarga solgan ziyonim, musibatimning og'irligidan, qilgan gunohimning og'irligidan o'kinib, bu gunohimni yo'g'idak biror fursat izlab yurdim. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin xalifalik Abu Bakrning zimmasiga yuklandi. Bu chaqda Kazzab Musaylimaning odamlari, ya'ni Bani Hanifa, dindan yanğanlar qatorida murtatlardan bo'lib ketdi. Abu Bakri Musaylimaga qarshi turish, dindan yanğanlarni, ya'ni Bani Hanifa qavmini dinga qaytarib kelish uchun urushga qo'shin tayyorladi.
Bu chaqda men o'z-o'zimga: "Ey vahshi, bu bir tepilmas fursat. Sen uni g'animat bil. Uni hargiz qo'lingdan qochirib etma", dedimda, qo'shin bilan birga bu urushga atlandim. Men bu urushga musulmonlarning sardori shahid Hamzani o'ltirgan nayzamni ilib oldim va o'zimga mushu nayza bilan yo Musaylimani o'ltirishni yoki shahid qilinishimni va'da qildim. Bu urushning oxirgi bosqichida musulmonlar Musaylima va uning qo'shin joylashgan Adiqatul Mavtga bostirib kirib, Allohning dushmanlari bilan urushayotgan vaqtda men uning qo'lida qilich tutgan holda tik turganligini, musulmonlarning birining xuddi mendek uni paylab turayotganligini ko'rdim. Aniqki, har ikkilimiz bu kazzobni o'ltirishni xohlaydik. Men muvaffaq bir o'rinni tanlab olgandan keyin nayzamni uning nishonlab otdim. Nayzam dal tegdi. Men nayzamni otgan vaqtimning o'zida Yiliq Ansariymi uningga qilich chapgan ekan. Uni zada qaysimizning o'ltirganligimizni Alloh bildi. Navoda uni o'ltirguchi men bo'lsam, Muhammaddan qolsa yer yuzidagi eng yaxshi odamni va yana kishilarning eng eskisini o'ltirguchi men bo'lgan bo'laman. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvon